Urushdan nogiron bo'lib qaytgan o'z xotiniga boshqa erkak bilan birga bo'lishga va merosxo'r tug'ib berishiga ruxsat berdi. Filmni to'lig'ini ko'rishni xohlasangiz Telegram kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin. Kanal manzili kommentariyada. Video boshlanishida oldin like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Здесь. Не зови меня так. Tanishing, bu Connie Race, u boy badavlat Clifford Chatterleyga turmushga chiqadi. Yigit hali chillasi chiqmay turib, to'yining ertasi kuni frontga ketadi va u yerdan og'ir yaralangan ahvolda nogironlar aravachasida qaytdi. Keyin yosh xotin Chatterley oilasiga tegishli bo'lgan, ancha yillardan beri xizmatkorlardan boshqa hech kim yashamagan ulkan saroyga ko'chib o'tishdi. Yangi uydagi birinchi kechada Connie eridan dahshatli xabarni eshitdi. Ma'lum bo'lishicha, Cliffning ilonchasi butun umrlik uyquga ketgan va endi xotinini ilon sho'rva bilan mehmon qila olmaydi. Ertalab Connie va Clifford saroyda ishlashi uchun xizmatkorlarni yollamoqda. Ularning orasida sobiq leytenant Oliver Mays ham bor. Conniening yagona yaqini Londonda yashaydigan opasi Hilda. Bu yerga ko'chib kelgani uchun opasini ziyorat qilishga bormoqchi, ammo Clifford qizni qo'yib yuborishni istamaydi. Buning o'rniga Hilda shu yerga kelishini taklif qiladi. Lekin Connie allaqachon bunga urinib ko'rgan, ammo Hilda bu yerga kelishni xohlamagan ekan va xafa bo'lgan Connie sayrga chiqib ketdi. U tabiat bilan o'zini ovutmoqda, lekin tabiat chiroyli bo'lsa ham baribir unga erkak vitamini yetishmayapti. Cliff unga Tevershol qishlog'ini sayr qilishni maslahat beradi va Connie qishloqni biroz aylanib mahalliy o'qituvchi Mrs. Flintni uchratdi. Uning eri Merxey shtatidagi kichik fermani boshqarar ekan. Connie uyga qaytadi va Cliff xotiniga nimadir ko'rsatmoqchi, lekin qiz erining jentrasini loydan surish uchun kuchi yetmadi. Oliver paydo bo'lib aravachani quruq joygacha chiqarib qo'ydi. Keyin esa Clifford xotiniga bolaligida o'ynab kulib katta bo'lgan joylarni ko'rsatdi. Go'zal manzarani tomosha qilib Clifford farzand ko'ra olmasligidan afsuslanmoqda, lekin Connie unga boshqasidan farzand tug'ib berishi mumkinligini aytdi. Ayol erining so'zlaridan hayratda, lekin Cliff xotiniga boshqa erkakdan bola tug'ib berish kerakligini aytadi. Sababi unga merosxo'r kerak, uning qonidan bo'lmasa ham zatobini kim bilib o'tiribdi. Ayol buni mudom o'ylab ko'rdi va teshigi bitalib qolmasligi uchun quloqning teshigini aytayapman. Nonushta payti eriga uning taklifiga rozi ekanini aytadi, lekin Cliff gapni boshqa joyga burib gazetani o'qiydi. Ikkilanib qolgan Connie o'z xonasiga qaytadi. O'sha paytda uning opasi Hilda saroyga yetib keldi. Connie opasiga kuchli bosim ostida ekanidan shikoyat qiladi va bu uning ruhiy holatiga yomon ta'sir qilayotganini aytdi. Hilda Cliffordga Connie qamoqda emasligini aytadi va shu bilan birgalikda Cliffni bolalikdagi enagasini erkakka enagalikka taklif qilgan. Endi Connie'ni bemalol qo'ltig'ini qashlashgan vaqti bor va Oliverning uyiga boradi va u yerda erkak banisi yo'qligi uchun tashqarida kalni sholpullatib cho'milib yotgandi va qiz uni yashirincha tomosha qilib jilmayapti qanjiqcha. Do'stlar, videoni shu joyda to'xtatib like bosib qo'ying, chunki faqat shu yo'l bilan mehnatimni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Like'lar soni qanchalik ko'p bo'lsa, kanalda chiqayotgan videolar soni ham ko'payadi. Sizning esa 1 sekundgina vaqtingiz ketadi xolos. Like'lar uchun rahmat. Connie o'ziga tegishli bo'lgan fermani ham ko'zdan kechirdi va qaytishda o'zi bilan gul olib Mrs. Flintga beradi. Flintning so'zlariga ko'ra, Oliver maktab paytida juda ham aqlli va odobli, xullas qizil kitobga kiritilgan bola bo'lgan ekan va shuning uchun u leytenant darajasiga ko'tarilgan. Connie saroyga qaytib ko'zguda o'zini yap-yalang'och tomosha qiladi. Keyin divanga yotib olib barmoqlarini ishtonning ichiga solib, barmoq qaychi uslubini sinab ko'rdi. Sayr paytida Connie o'rmonda taqilayotgan ovozlarni eshitdi, chunki Oliver jo'jalar uchun xatoxona qilayotgan ekan. Bu yer juda ham sokin va shinam joy va bemalol kitob o'qish mumkin. Va qiz Clifforddan kulbani ikkinchi kalitini berishini so'raydi. Eri unga e'tibor bermay qo'ygan va bilganingni qil deb javob beradi. Xafa bo'lgan Connie omborga qaytdi va kichkina jo'jani qo'liga ushlab, o'pkasini bosa olmasdan yig'lashni boshlaydi. Oliver uni tinchlantirib, pechkani yoniga olib keldi va qiz ehtiroslanib erkakning barmog'ini so'rishni boshlaydi. Oliver uni nimaga ishora qilayotganini tushundi va ikkita oyog'ini ko'tarib chuqurlikka kalla tashladi. Qizga bu yoqib qolgan shekilli ertasi kuni yana keladi. Oliver bundan kimdir xabar topsa, enasini ko'rishlarini aytdi, lekin tekin go'sht kimga yoqmaydi deysiz va yana akrobatika mashqlarini qilishdi. Ertalab Connie
Ning yoniga boradi. Uning kichkina qizining qo'llarini ushlab farzand ko'rishni xohlashini aytmoqda. Oliver bu fermaga doim sut uchun kelardi va ular o'zlarini xuddi bir-birlarini tanimaganday tutishmoqda. Connie o'rmon bo'ylab kirib ketadi va Oliver uning orqasidan yetib oldi va o'rmonning ichkarisiga kirib kiyimini pastel qilib to'shaydi va nima bo'lganini fantaziyalarni ishga solib tushunib olavering. Bir kuni Connie tanasidagi o'zgarishlarni payqab, yaqin orada bola tug'ishini tushundi. Bundan xabar topgan Rolton xonim yangilikni butun qishloqqa yoydi va qishloqning g'iybatchi xotinlari Clifford qanday farzand ko'rishi mumkinligini muhokama qilishmoqda. Clifford xotini homiladorligini hammadan keyin bildi. U xotinidan "Rostdan homiladormisan va otasi kim?" deb so'raganda, ayol o'zini sipo ko'rsatib gapni olib qochdi va homilador emasligini aytadi. Connie Oliver bilan uchrashib, unga homiladorligini aytmoqda. Endi qiz Venetsiyaga otasining yoniga borib, birorta erkak bilan birga bo'lmoqchi. Shunda bolaning otasi Oliver ekanidan hech kim shubha qilmaydi. Oliver esa va nihoyat Connie farzand ko'rish uchun undan foydalanganini tushundi. Ertasi kuni Connie erining kolyaskasini surib ketayotganda tepalikka chiqa olmadi. Oliver yordam beradi. Connie undan ahvolini so'rab yuzdan o'pganda, Oli asabiylashib darhol bu yerdan ketdi. Bir muncha vaqt o'tgach ayol yigitning yoniga keladi. Uning so'zlariga ko'ra, u yigit bilan bola uchun emas, balki qichigan organizmi uchun birga bo'lgan. U hatto Clifford bilan ajrashishga va agar xohlasa, Oliver bilan qolishga tayyor. Ko'chada yomg'ir yog'moqda. Cliff xotinidan xavotirda. Bu vaqtda esa Oliver bilan Connie yomg'irda yap-yalang'och qulashmacha o'ynayapti. Bu sahnani ko'rsangiz ko'nglingiz aynishi aniq, xuddi akarichga yugurib yurganday. Rolton xonim erkakni tinchlantirishga harakat qiladi va qizni izlash uchun o'rmonga bordi va Oliver bilan Connie'ni ushlab oldi. Connie opasini Oliverning yoniga olib boradi va Hilda ularni qanday kelajak kutayotgani haqida ogohlantirdi. Ikkala yosh to'rtburchak bosh tunni o'tkazgandan so'ng ertalab eshik taqillaydi. Oliverning sobiq xotinining yangi eri Net ekan. U Oliverdan oyligining yarmini olgani kelgan, xotiniga jalyuzi parda tiktirish uchun, ammo erkak uni qurol bilan quvib soladi. Hilda bilan Connie Venetsiyaga yo'l oldi. Qiz opasiga homilador ekanini tan oladi. Garchi bola Cliffdan bo'lmasa ham bu uning g'oyasi va uning merosxo'ri. Bu vaqtda Net Oliver ishda bo'lgan paytda uning uyiga bostirib kiradi va kamin yonida ayollar ichki kiyimini, shuningdek Connie o'qiyotgan kitobni topdi. U bu haqida alkash do'stlariga aytib beradi va tez orada Oliver va Connie'ning munosabatlari haqidagi mishmishlar yashin tezligida qishloqqa tarqadi va Cliffga yetib bordi. Bolton xonim esa bu haqida Connie'ga qo'ng'iroq qilib aytib beradi. Cliffning o'zi homilador bo'lishi uchun ayolga boshqa erkak bilan birga bo'lishga ruxsat bergan bo'lsa ham, xizmatkorni tanlaganidan jahl qilmoqda. Oliver shunchaki xizmatkor bo'lgani uchun uning qonidan merosxo'ri bo'lishini xohlamay ishdan bo'shatdi. Connie uyga qaytganda, Oliver narsalarni yig'ib ketayotganda, qiz yigitdan u bilan birga Venetsiyaga ketishini so'raydi. Lekin Oliver bosh tortib vaqti kelganda ayolni o'zi topishga va'da beradi. Oliver bu joylarni tark etdi va Connie'ning qornidagi bola Cliffdan emasligini butun qishloq bilgandan so'ng eri undan bu yerdan ketishini talab qiladi. Saroyni tark etayotgan Connie Boltondan Oliver haqida qanday yangilik bo'lsa, unga xabar berishini so'raydi. Bir necha oy davomida Connie Venetsiyani sayr qilib, notanish yuzlarga qaraydi va ulardan birortasi Oliver bo'lib qolishini orzu qilmoqda. Connie'ning Venetsiyada ham nomi chiqib ketgan, chunki ayollar uni shu yerda ham g'iybat qilyapti. Shu sababli Connie opasidan Londonga qaytishini so'raydi. Biroz vaqt o'tgach Hilda Oliverdan xat olib keladi. Unda yigit hozir qayerda ekanini yozgan. Oliver fermada ishlaydi va Connie uning yoniga borsa, bemalol bolasi bilan uni boqa oladi. Hilda bergan mashinada Connie fermaga yetib borib, Oliver bilan uchrashdi va ikkalasi qo'sha qarib baxtli bo'lib, uvali-juvali bo'lib ketishadi. Nima deb o'ylaysiz? Bu ilonxo'rni qilgan ish to'g'rimi yoki noto'g'ri? Javobingizni kommentariyada yozib qoldiring. Agar shu videoda 30 mingta like bo'lsa, tovuqni ko'tiga qalampir tiqaman. Videosini ko'rmoqchi bo'lganlar like bosib qo'ying. Film va video haqida o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Paka-paka.